Tarixdan bizga ma'lumki, Toshkent viloyati Piskent tumanida joylashgan Muratali mahallasida ko'plab olimlar yetishib chiqqan. Haqiqatan ham Muratalining aholisi ilmga chanqoqligini bugun ham isbotladi. Avval xabar berganimizdek, bugungi guruhlarga saralash uchun qilgan yig'ilishimizga juda ko'p o'quvchilar kelishdi. Ularning ichida aynan siz qatoridagilar ham mavjud. Ma'lumot o'rnida darslarimiz haftaning seshanba, payshanba hamda yakshanba kunlari bo'lib o'tadi. Xonada joylarimiz cheklanganligi sababli ertalabki 06:30 dagi guruhimizga 10 ta, 08:00 dagi guruhimizga esa 6 ta, obeddan keyingi 17:00 dagi guruhga esa 6 ta hamda kechki soat 18:30 dagi guruhimizga esa 10 ta o'quvchi uchun joylarimiz mavjud. Agar siz hali ham bizning arab tili kursimizga yozilmagan bo'lsangiz, tezda hoziroq quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'laning va o'z joyingizni band qiling. Ushbu videoni arab tili o'qish istagi bo'lgan, lekin qandaydir sabab bilan bexabar qolgan yaqinlaringizga yuborib, kimningdir ilm olishiga o'z hissangizni qo'shing. Musaffo ta'lim, bilim sari mustahkam qadam.